To'g'ridan to'g'ri efir orqali xabardor qilishda davom etamiz. Poytaxtda Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi Davlat ekologik ekspertizasi markazida Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 11-maydagi qarori mazmun mohiyatiga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tadbirda ommaviy axborot vositalari vakillari, soha mutaxassislari hamda tadbirkorlar ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Shahnoza Samandarova tanishtiradi. Anjumanda ta'kidlanishicha, yangi qaror bilan atrof muhitga ta'sirini baholash tizimi xalqaro yondashuv va standartlar asosida takomillashtirildi. Endilikda loyihalar ekologik xavf darajasidan kelib chiqib baholanadi. Dastlabki saralash, skrining hamda baholash ko'lamini belgilash, skoping bosqichlari joriy etildi. Shuningdek, uglerod izi va issiqxona gazlari chiqindilarini baholash tizimi yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari, ekologik baholash jarayonida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash mexanizmlari kuchaytirilib, loyiha ishlab chiquvchilarning mas'uliyati oshirilgani to'g'risida ma'lumot berildi. Mazkur qaror bilan davlat ekologik ekspertizasi va atrof muhitning ta'sirini baholash, jamoatchilik eshituvlari va jamoatchilik ekologik ekspertizasini o'tkazish, strategik ekologik baholash hamda ekologik hujjatlarni ishlab chiquvchi faoliyatini tartibga solishning yangi mexanizmlari belgilandi. Mana bu qaror bilan oldingi qarorni birinchi farqi shundaki, oldingi jamoatchilik ekologik ekspertiza degan masala yo'q edi va u masalada o'zi mexanizmi ham yo'q edi. Undan tashqari jamoatchilik eshituvlarini ham muvofiqligi bu qarorda o'z aksini topgan. Ushbu qarorni ishlab chiqishda Yaponiya, Germaniya Federativ Respublikasi, Janubiy Koreya, Yevropa Ittifoqi davlatlari. Matbuot anjumanida ta'kidlanganidek, yangi tizimning asosiy maqsadi tadbirkorlar uchun qo'shimcha cheklovlar yaratish emas, balki ekologik xavflarni oldindan baholash, byurokratik jarayonlarni soddalashtirish, davlat xizmatlari shaffofligini oshirish hamda fuqarolar manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Endilikda ekologik ekspertiza faqat ruxsatnoma berish mexanizmi emas, balki ekologik xavflarning oldini olish va ularni boshqarishga xizmat qiluvchi kompleks tizim hisoblanadi. Birinchidan, davlat ekologik ekspertizasi to'liq raqamlashtirildi. Hozirgi kunda xabarlaringiz bor, raqamlashtirish tizimi o'zani o'sha ekoservis uz degan platformamiz orqali o'tadi. Mana shu o'tayotganda o'zida yarasha yana inson omili qismlari bor edi, lekin bugungi kunda biz Koreya davlati bilan birgalikda Italiya davlati bilan sun'iy intellektga o'tish masalalarini ko'rib, biz buni to'liq raqamlashtirishni masalasini 234-qarorimizda mo'ljallashtirdik va bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Mutaxassislar fikricha, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 11-maydagi 234-son qarori mamlakatda ekologik ekspertiza va atrof muhitga ta'sirini baholash tizimini sifat jihatdan yangi, zamonaviy bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi. Mazkur hujjat iqtisodiy rivojlanish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan. Yakunda ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob oldilar. Shahnoza Samandarova, Avaz Xolmo'minov, Poytaxt.